Assalomu alaykum, bobo dehqon. Yaxshimisiz, hormang? Salomat bo'ling, keling, muxbir uka. Shu apparatda hozir ekayotganingizni ko'rib qoldim. Mana shu tarafdan kelib qoldim. Shu apparatda qanday ekiladi, qanaqa don ekiladi? Shular haqida aytib bersangiz. Bu apparatni biz o'tgan yil olganmiz. 1.300.000 ga tushgan bizga. O'tgan yildan beri mana foydalanaman, yaxshi. Mana o'ng tomondagi ko'rasida dori ham solsangiz bo'ladi. Dorini. Mana unda urib ketadi. Shu dori-darmonni mana o'ng tomondagi ko'rasida solsa bo'ladi. Buni qayerdan sotib olgansiz, sir bo'lmasa? Namangan Ashirboy Loladan olib kelganman. Jahon bozordan-a? Jahon bozorida shu yerda mana shunaqa apparatlar sotiladigan yerlar bor. Hozir o'zimda mana 2 gektar oshiqroq yerim bor mening. Shu apparat bilan ekib Bu endi qishloq xo'jaligi texnikasi rushnoya, hech qanday gaz bu narsa ishlatilmaydimi? Gaz, benzin unaqa narsa ishlamaydi. Shu qo'lingizda itarib yurasiz, aylanib o'ziga ketaveradi. Firmasi qanday bo'ladi endi buni? Nomi bormi axir? Firmasi nomini endi Dakmet uyda Dakmetga qarab Xitoydan ishlab chiqarilgan endi. Xitoyda bor. Sizni ham xalaqit bermaylik. Kattakon rahmat, sizga rivoyat.